va shahrul muvassati to'ldirish oyi boshqa oyda qilingan kamchiliklarni 70 marta ko'payib qoladi. Jamoatga qatnab qo'ying. Farz namozini o'qib qo'ying. Nafl qilib qo'ysangiz boshqa oyda farzni bajarganda qilib bo'lasiz-da. Tushunsangiz, bir kunda 5 vaqt farz namozni imkoniyatingiz bor xolos. Ramazondan boshqa oyda minmatda boshqa amal qiling, farzni savobini topmaysiz. Lekin Ramazonda ko'chada subhanalloh, alhamdulillah deb yurgan bo'lsangiz, har bitta so'zingizga farz namozini bajarganda hisob topasiz. Shahrul muvassat to'ldirib oladigan oy. Maza qilasiz. Jonkuyarlikda eplab olish kerak, Qur'on o'qib olish kerak, yaxshilik qilib olish kerak. Shahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bu oy mu'min rizqi ko'payib qoladi. Alloh desa, bandam deydi Alloh. Kimda-kim bu oyda ro'zadorning og'zini ochib qo'ygan bo'lsa, gunohiga kafforat bo'ladi, do'zax o'tidan bo'yni ozod bo'ladi. Kimda-kim ro'zadorni iftorligini bergan bo'lsa, gunohi kechiriladi, do'zaxdan bo'yni qutqariladi, birodarlar. Iftorlik bermay qo'yapmiz. Berish kerak. Yana aytaman, bu Ramazonda ro'zadorga iftorlik bergan odamni gunohi kechiriladi, do'zaxdan qutuladi bu odam. Qo'rqib yashayapsiz, qutuladigan sir topildi. Ro'zadorga iftor bering. Unga ro'zadorning yana savobi beriladi, ro'zadorning savobi ozlatilmay beriladi. Yana bitta siri bor ekan. Gunoh kechiriladi. Do'zaxdan qutulinadi. Ha, ro'zadorning savobini oladi. Ro'zadorning savobi undan ozlanmas ekan. Masalan, men iftorlikka chaqirsangiz boraman, chunki meni iftorligida meni savobimcha savob beriladi-yu. Men jumada masala qildim-a? Mana shu jumadagi masalani ham savobini olasiz. Qur'on o'qisam Qur'onnikini, jamoatga qatnashsam jamoatnikini, dars bersam bergan darsimni, ammo meniki ozlamas ekan, men bora olaman. Ya Rasululloh, laysa kulluna man yajid. Hammamiz ham iftorlikka loyiq topa olmaymiz-u desa, iftorda mayikka xurmo qo'yib qo'yishadi. Abdullash hoji akam domla xurmo qo'yib qo'yishyapti, ularga ham duo qilib turing deydi. Men duo qilmayman, chunki bularning o'zi gunohi kechirilsa, do'zaxdan ozod bo'lsa, ro'zadorlar savobini ovolyapsa, va ro'zadorlar savobi ozlamayapsa, ha bular farosatli, bular Xudo suygan bandalarda, ikkita xurmo qo'yib qo'ygan o'zi aslida. Xudoga bir joy yoqqan tish bo'lani bor-u. Topgan puling halol ekan, aka. Nimadir joying Xudoga yoqqan ekan. Seni nimangnidir Xudo seni sevgan banda ekansan, iftorlik berardi. Nimangni yoqtirdi ekan Xudo taoloda kuykadigan davr kelyapti hozir bor-u. Nimang yoqdi ekan sen iftorlik berding-a? Xudo suygan banda ekansan. Qanday qo'li qo'shnilaringni chaqiralding? Oson emas. Kelinni qovog'iga chitash kerak, idish tovog'i yuvish kerak. Pulini berib qo'yish boshqa masala, iftorlik berib qo'yish boshqa masala. Bekardan bekar maqtalmayapti. Xudo suygan banda, u domlaga u duo qilish kerak. Siz domlar bunga duo qil demang, uni martabasi domlarnikidan ulug' ekan-da. Iftor berganlar bizga ham duo qilib turinglar. Bizga ham insof bersin. Biz ham duo olaylik, o'naylik, o'saylik, biz ham bolalarimizdan ko'raylik, to'g'rimi? Iloho bizga ham bolalarimiz qori bo'lsin, olim bo'lsin, nima? Hujjat bormi domlarning bolasi qori degan? Ko'rganmisiz hamma domlarning bolasi qori chiqayotgan? Yo'q. U domlalar ham eldan duo olsin, u ham bo'lsin, o'ssin. Iftorlik qilganlar, iltimos bizga ham duo qilib turinglar. Men o'zi kuyib bo'lyapman. Xudo suygan banda ekan, xurmo qo'yib qo'yapti. Xudo suygan banda ekan, doim maytda suv turadi. Xudo suygan banda qiladi bu ishni, suymasa qilmaysiz. Ve sizni pulingizdan million pul ko'plar bor, hali iftorlik bergan yo'q. Sizni pulingiz bor-u, pista po'chaq deb o'ylaydiganlar bor. Hayotida bir yaxshilik qilmagan. Xudo suysa qiladi, to'g'rimi? Bitta bir xo'plam sut berib qo'ysa ham, bitta xurmo berib qo'ysa ham, bir xo'plam suv berib qo'ysa ham, o'shaning savobini topadi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Endi kimda-kim o'sha bir xo'plam suv bilan ham ro'zadorni xabar olgan bo'lsa, jannatga kirishdan oldin Havzi Kavsar suvidan ichib oladi. U odam bo'ldi, qiyomat qiyinchiligida chanqamaydi, qiylanmaydi u odam dedilar. Tushunyapsizlarmi? O'shuning uchun jon olib, jon berib yugurgilar suv tashyapti. Jallob suv qo'yib qo'ysa, kimda-kim ba'zi birlar mincha bakilashkada zamzam suvi deb qo'yib qo'yapti. Ko'ryapsizlarmi? To'g'ri, ixlosga loyiq, mumkin uning ichida zamzam yo'qdir, lekin olayotgan odam ixlosda endi. Ichiga bir tomchi quysa quygandir, quymagandir. Bizga uni qizig'i yo'q. Ixlosga loyiq olamiz. Ixlosiga balla, otasiga rahmat. Bizni duomizga u muhtoj emas, biz uni duosiga muhtojmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, istaksiru fihi min arba'i xisal. Ramazon oyida 4 ta xislatni ko'p aytinglar. Xislatani tarzona bihi robbakum, ikkita xislatni Robbilaring rozi qilasizlar va xislatani la ghina bikum anhuma, ikkita xislat sizlarga o'ta kerak. Birisi Xudoning rozi qiladigan ikkitasi la ilaha illalloh nastag'firulloh nas'aluka nastag'firulloh. La ilaha illalloh bilan astag'firulloh aytinglar. Bilasizlarmi? Tasbihda har tur rakatda 3 martalab
la ilaha illalloh nastag'firulloh deymiz. La ilaha illalloh bitta zikr ekan, nastag'firulloh bitta zikr ekan. Shuni doim aytib yuringlar. Faqat o'sha joyda o'rgatib qo'ysak, o'sha yerda aytmang, doim aytib yuring. La ilaha illalloh nastag'firulloh deng. Bu ikkala so'z Allohni rozi qilar ekan. Alloh yagona dediz va Allohdan kechirim so'rayman dediz. Alloh sizdan shu bilan rozi bo'lar ekan. Ikkita sizga kerakligi nas'alukal jannata va na'uzu bika minan nar. Jannatini so'ranamiz, do'zaxingdan panoh so'raymiz degan so'zni aytinglar. Shuni aytamiz. Ba'zi birlar, domla bitta aytib qo'rsang nima bo'ladi? Hech senga o'xshagan betafqdi, besabrdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p aytibsiz. Eng ko'pni ozi 3 ta ekan. 3 ta degan so'z qayerdan kelgan bilasizmi? Ko'pning ozi arab tilida 3 ta bo'ladi. Ko'pning ozi 3 ta. 3 tadan kam aytmasang, ey. 3 tadan kam aytayotgan masjidga borib, mana hadisni borib aytib qo'ysin. Sen ham Rasulullohning ummatisan. Fidoiymiz, qurbon bo'laylik Rasulullohga. Rasululloh aytgan gapga boru jonim, dilim bilan deb bajarish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p aytinglar dedimi? Ko'pning ozi 3 ta. 3 marta aytamiz. Bitta aytayotgan masjidlar sizni qiziqtirmasin. G'ashingiz kelsin. Ro'zada Alloh demasang, qachon Alloh deysan? Ro'zada Allohdan, do'zaxdan panoh so'ramasang, sen qachon panoh so'raysan deb siz ham vijdonli bo'ling. Haligi oppozitsiyaga o'xshab islomga qarshi agitatsiya ko'chada yurib, boshqa masjidlarda bitta aytamiz, biz birpasda chiqib ketamiz deb nafsni quli bo'lib, shaytonning quli bo'lib, elni boshqa tarafga tortadigan bo'lma, jon aka, sen bor-u, sen islomga tort odamlarni. Alloh deyishga tort. Nas'alukal jannata va na'uzu bika minan nar. Ichingizda bo'lsa ham aytib turing. Domlalar tashqarida aytmang, desa ichingizda ayting. La ilaha illalloh nastag'firulloh. Nas'alukal jannat. Ko'zingizda yashingiz bilan ayting. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ko'p aytdi.